Assalamu alaykum hurmatli saboqdoshlar. Tayba darsxonamizga xush keldinglar. Biz bugun balog'at darsimizning 14-darsini o'qiymiz. Biz ilgirki soatlik darsimizda ilmul bayonninki birinchi temasi bo'lgan tashbih haqida to'xtaldik. Endi biz bugun ilmul bayonning ikkinchi temasi bo'lgan majaz haqida to'xtalamiz. Endi bu majaz degan nima desanglar? Majaz degan gap bir gapninki o'z asli ma'nosida ishlatilmasligi. Öz asli ma'nosi qana qilmasligi ishlatilmasligi. Masalan, podshoh josuslarni shaharga avatdi desam, bu yerda josus degan gap o'z o'rnida ishlatilgan bo'ladi. Endi podshoh ko'z quloqlarini shaharga avatdi desam, ko'z quloq degan gap aslida shu ko'z quloqni qana qilolmaydi, avatkili bo'lmaydi. Demak, bu gapni biz nima deymiz? Majaz deymiz. Yana birisi. Muhammad Fatih İstanbul'ni fatih qildi desam, Muhammad Fatih İstanbul'ni fatih qildi. Yoki texam ochiq misollarni keltirsam, podshoh masjid soldi desam, podshoh masjid soldi desam, bu podshoh kelib o'zi salomda masjidni yo'q, buyuruydi. Uniki boshqalar qana qiladi, soladi. Yoki podshoh shahar qurdi desam, podshoh o'zi quramda yo'q. Uni boshqalar qana qiladi, quruydi, ammo podshoh buyuruydi. Biz buni nima orqali tushuna olamiz? Aqlimiz orqali tushuna olamiz. Demak, mushu nuqtada turib, bu majaz ikki qismga bo'linadi. Birinchisi majaz aqli, yana ikkinchisi majaz lag'viy. Bu majaz aqli degan nima desa, bir gapning o'z o'rnida ishlatilmaganligi, ammo uni biz aqlimiz orqali to'g'ri shaklda tushuna oladiganligimiz. Majaz lag'viy desa, bir so'zningki o'z o'rnida ishlatilmaganligi. Masalan, endi kitobimizni qaraylik. Bismillahirrahmanirrahim. El-mecazul aqli, aqli mecaz deganimiz huwa isnadul fi'li aw ma fi ma'nahu ila ghayri ma huwa lahu 'inda al-mutakallim fi adh-dhahir li'alaqa. Deydi va diqqat. Mecaz aqli deganimiz o fi'lni yoki o fi'lning ma'nosidagi narsani. Fi'lni yoki fi'lning ma'nosidagi narsa. Bu fi'lni bilamiz. Fi'lning ma'nosidagi narsa degan nima desanglar? İsmi fail, ismi mef'ul. Yani fiil ma'nosida tigi fiildan chiqqan degan gap. Fiilni yoki fiilning ma'nosidagi narsani so'zlig'ichining qishda bo'lmagan bir narsaga ko'rinishda so'zlig'ichining qishda bo'lmagan bir narsaga qanday qilish? Yulash. Nimishqa? Li'alaqa. Bir aloqa bo'lganlik uchun, munosabat bo'lganlik uchun. Masalan, banal amirul madina. Amir shahar qurdi desam, bu bana degan fiil nima? Asli mutakallimning so'zlig'ichisi bo'lgan asli amirga qanday qilish? Amirning o'ziga emas, boshqasiga qanday qilamiz? Fiilningki asli qurg'uvchisiga emas, uning boshqasiga qanday qilamiz? Yulaymiz. O qaysi? Amir. Masalan, asli shaharni amir qurmaydi, qurilishchilar buyurgan odamlar qo'yuvchilar, ammo uni kim buyurdi? Amir buyurdi. Shunga deydi, isnadul fi'li aw fi ma'na ila ghayri ma huwa lahu 'inda al-mutakallim. Mutakallimning so'zlig'ichining qishda bo'lgan narsaning boshqasiga qanday qilish? Yulash. Ya'ni banal amirul madina. Amir shahar qurdi. Bunda amir shahar qurmaydi, xalq quriydi, uni amir buyuruydi. Demak, bana degan fiilni biz asli qurgan kishilarga emas, uning boshqasiga qanday qildik? Yuladik. Nimishqa? Li'alaqa. Sabab bo'lganlik uchun. U sabab qaysi? Sababiyya. Chunki amir bu yerda sababchi. Bunun alaqasını deyimiz, sebebi deyimiz. Mesela naharuna saim. Mesela leyluna qaim, naharuna saim desem, keçimiz namaz o'qish bilan, kundimiz ro'za tutish bilan desam, bu yerda kecha ro'za tutalamda, kecha namoz o'qiyalamda, kunduzimiz ro'za tutalamda, yo'q. Bizda demak shunday, ammo biz ya kechada namoz o'qiymiz, kunduzda ro'za tutamiz. Buni ifodalash uchun kechasi qoim, kunduzi saim deb bunda ifodalaymiz. Shundaqmi? Demak, u kechasi degan gap kechasi tutmaydi, o'qimaydi namozni, kunduz tutmaydi ro'zini. Ammo biz bu yerda aqlimiz bilan tushuna olgachki buni o'ringa yoki vaqtga qanday qildik? Yo'lidik. Shunga deydi-ku, fa'alaqatu zamaniya. Buning bu yerdagi aloqasi nima? Zaman. Demak, bu yerdagi fiil fiil ma'nosidagi degan misoli saim qaranglar, saim. Fiil emas, ammo ism fa'il shunday. Ammo biz buni asli ish harakatni qilganga yo'lamadik.
nahar quyulmadık. Çünkü nahar quyulduq. Asli qilgan ro'za tutgan, namoz o'qigan odam qanaqa qilmadik? Yulmadik. Buni biz nima deymiz? Al-majazul aqli deb ataymiz. Buning aloqasi nima? Zamoniya. Demak, majazul aqli deganimiz fe'l yoki fe'lning ma'nosidagi narsani asli qilgan odamga emas, uning boshqasiga yulagan bo'lsak, buning bo'ldi majazul aqli bo'ldi. Bu yulashninki sababi va munosabati va. Yuqoridagining munosabati sababiya bo'ldi. Ikkinchisining munosabati vaqt, ya'ni zamoniya bo'ldi. Endi majazning ikkinchi turi lug'aviy. Bu lug'aviy degan nimasi? Bu nihoyat oson. Lug'atan endi majaz degan gap lug'at jihatdan olib aytgan vaqtimizda jaza yajuzudan chiqqan ism makan, ya'ni o'tib ketgan o'rin degan gap, ya'ni bir so'zningki asli o'rnidan o'tib ketishi. Ya'ni o'z o'rnida ishlatilmasligi. Masalan, islohiy jihatdan huval-labdul musta'mal fi g'ayri ma wudi'a lah. U asli quyulganning boshqasiga ishlatilgan bir lafzi. Asli arab tilida quyulgan o'rindan boshqasiga ishlatilgan lafzi. Nemishqa u asli qurilgan o'ringa ishlatilmay, boshqa o'ringa ishlatilgan lafzi li'alaqa. Aloqa bo'lganlik uchun, munosabat bo'lganlik uchun ma'a qarinatin mani'atin min iradatil ma'nil haqiqiy. Haqiqiy ma'nini maqsad qilishdan cheklaguvchi bir qarinaning bo'lganlik uchun. Hamda buni biz asli o'rinda ishlatmasligimizning sababi bir aloqa va shundaqla asli o'rinda ishlatishdan cheklaydigan bir ma'ni cheklaguvchi va. O qaysi? Tövandagi misoldan ko'raylik. Masalan, fulanun yatakallamu bi kalam bid-durar. Masalan, fulanun yatakallamu bid-durar. Ma'nodagi kalam degan gap ortiq yozilib qolibdi. Fulanun yatakallamu bid-durar desam, palani marvoyit so'zlaydi. Ya'ni palaning ig'zidan marvoyit to'kiladi desam, odamning ig'zidan marvoyit to'kilamda? Yo'q. Buni shu marvoyitda gap to'kiladi demakchi. Shundaqmi? Demak, bu durar degan gap majaz lug'aviy deymiz. Asli o'rinda ishlatilmagan majazliq so'z deymiz. Endi asli o'rinda ishlatishdan cheklanuvchi bir ma'ni va bu yerda. Dediqo ma'a qarinatin mani'atin min iradatil ma'nil haqiqiy degan gap shu. Haqiqiy ma'nisini iroda qilishdan cheklanuvchi bir qarina. U qaysi? Aqli qarina. Odamning ig'izidan marvoyit to'kilmaydi. Unchi marvoyit jo'n to'kilmaydi. Demak, buni majaziy ma'no maqsad qilinibdi deymiz. Fulanun yatakallamu bid-durar. Palani unchi marvoyit so'zlaydi deganga o'xshagan. Endi bizning asosli tadqiqot obyektimiz lug'aviy, ya'ni majaz lug'aviy. Bu bir qancha qismga bo'linadi. Birinchisi mufrad, ikkinchisi murakkab, uchinchisi mursal. Biz tuanda bular bilan tafsiliy tunishib chiqamiz. To'rtinchisi isti'ara. Endi majaz lug'aviy 4 qismga bo'linadi. Biz bayatladik. Birinchisi nima? Mufrad. Mufrad degan nima desanglar, o'zining ma'nosida chiqib turibdi. O'z o'rnida ishlatilmagan yolg'iz so'z. Bu majaz lug'aviy mufrad bo'ladi. Deydi, kalimatun ustu'milat fi ghayri al-ma'na alladhi wudi'at lahu. Wudi'at lahu degan gap asli uningga quyulgan ma'naning boshqasida ishlatilgan so'z. Asli arab tilida paydo bo'lgan vaqtdagi asli haqiqiy ma'nosining boshqa bir ma'noda ishlatilgan so'z. Masalan, ra'aytu asadan yujahidu fi sabilillah desam, Allah yo'lda urush qilayotgan bir yo'llasini ko'rdim desam, bu yerdagi asad degan gapni biz majaz lug'aviy mufrad deymiz. Chunki bu asad degan gap Allah yo'lda urush qilmaydi bir hayvon shundami? Ammo bu yerdagi maqsad uning haqiqiy ma'nosi emas, majoziy ma'nosi. Majoziy ma'nosi. Bu bir mufrad bo'lg'achqa, yolg'iz so'z bo'lg'achqa buni biz mufrad deb atadik. Ikkinchisi murakkab, buning ma'nosining o'zlimi chiqib turibdi, ya'ni bir jumla, o'z o'rnida ishlatilmagan jumla. Wal kalamul musta'mal fi ghayri al-ma'na alladhi wudi'a lahu. U asli quyulgan ma'noning boshqasida ishlatilgan jumla. Masalan, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Diqqat. Asli biz cümle ikki turga bo'lgan shundaqo, insha va xabar deb. Insha deganimiz uningdan bir talab ma'nosi chiqadigan, shundaqo. Yoki istifhomni bildiradigan. Xabar deganimiz-chi, bunda xabar shakllik uning deguvchisini rost yoki yolg'onchi degili bo'ladigan jumla biz xabar dedik. Endi insha ishlatilgan yerda xabarini ishlatgan bo'lsak, yoki xabar ishlatilgan yerda insha ishlatgan bo'lsak, bu majoziy bo'ladi. Masalan, Alloh taolo والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء.
talaq qilingan ayollar o'zini 3 quru kutsin dedi. Ba'zilar hez deydi, ba'zilar to'g'ri deydi, poklik deydi. Demak, 3 hez miqdori kutsin desak, endi kutsin deb buni tarjimani nima shaklda qildim? Buyruq shaklda qildim. İnşa şekilde qildim. Ammo jumla nima shaklda? Xabariy shaklda qilgan. Yatarabbasna fi'l mudari bu. Buyruq ma'nosi yo'q. Ammo demak, bu yerdagi xabar jumla insha o'rinda qo'llangancha biz buni majaz lug'aviy murakkab deymiz. Demak, qoida shuki, agar insha jumla xabar o'rnida ishlatilib qolsa yoki xabar jumla insha o'rnida ishlatilib qolsa, buning bo'ldi ekan majaz bo'ldi ekan. İstiara. Üçüncüsü istiara. Bu mühim. İstiara deganning asl lug'at ma'nosi bir narsani oriyat kelishga talab qilish degan gap. Oriyat elishni talab qilish degan gap. Istilohiy jihatdan hiya majazun alaqatuhul mushabaha. O bir majaz bo'lib, uning aloqasi nima? Mushabaha. Uning aloqasi mushabaha. O'xshatish. Masalan, qaranglar, majaz deymiz, ammo bu bir tarafdan nimaga o'xshab ketadi? Tashbihga o'xshab ketadi. Xuddi nima tashlangan? Adat tashbih tashlangan va vajhu shabah tashlangan. Masalan, kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan-nur. O Qur'on bir kitobki tushirdik biz uni sizga kishilarni qorong'ulikdan yo'riqlikka chiqarish uchun deydi. Bu Qur'on Karim qorong'u, yo'riq yo'q yerdan bir yo'riq nur tushirgan chiqish uchun tushgan kitobmi? Yo'q. Imonga, ya'ni kufrdan imonga chiqish uchun. Demak, bu yerdagi zulumat nimaga o'xshatilgan? Kufrga o'xshatilgan, nur uchun islomga o'xshatilgan. Demak, bu o'z o'rnida qanday qilinmadi bu yerda? Ishlatilmadi. Ammo buning aloqasi nima bo'ldi hamda o'z o'rnida ishlatilmay, aloqasi o'xshatish bo'ldi. Aloqasi o'xshatish bo'ldi. Asli biz zulumat degan nur tushmaydigan deymiz, shunday ammo bu yerda nima maqsad qilindi? Kufrlik maqsad qilindi. To'rtinchisi mursal. Mursal. Bu mursal degan nima deganda u majaz, ya'ni o'z o'rnida ishlatilmagan bir so'z, uning aloqasi g'ayri mushabah. Mushabahaning boshqasi. Demak, bu mushabaha emas buningki, o'z o'rnida ishlatilmasligining sababi. Masalan, azumat yadu fulanin indi. Bir odam menga ko'p yaxshilik qilayotgan bo'lsa, yaxshilikqa sabab bo'lgan bo'lsa, nima deyman? Azumat yadu fulanin indi. Palonning menda quli buyuk bo'lib ketdi, quli bek cho'ng bo'lib ketdi. Arablar shunday ishlatadi ekan, buni. Demak, endi men nima demoqchi unga? Uning man qilgan yaxshiligi bek ko'p bo'lib ketdi demoqchi. Demak, bu yerdagi bu yadu degan gapni men o'z o'rnida ishlatmadim. Quli yo'qolib ketmaylik, uning qilgan yaxshilik yo'qolib ketdilik. O'z o'rnida qanday qilinmadi? Ishlatilmadi. Ammo buningda mushabih o'xshatish bormi? O'xshatish yo'q buningda. Demak, nima bo'lganda bo'lsa, sabab bor. Shuning quli sabablik men qanday qildim? Jiq yaxshilik qilishdim demoqchi. Buning aloqasi nima? Sabab. Biz buni tuanda so'zlaymiz, Demak, majaz lag'viy 4 turga bo'linadi. Mufrad deganimiz o'z o'rnida ishlatilmagan yolg'iz so'z, xuddi ra'aytu asadan yujahidu fi sabilillah deganga o'xshagan. Ikkinchisi murakkab, bu o'z o'rnida ishlatilmagan jumlani ko'rsatadi, xuddi xabar jumlaniki insha o'rnida ishlatilganga o'xshash. Uchinchisi istiara deganimiz bu o'z o'rnida ishlatilmagan bir so'z, ammo buning aloqasi tashbih, ya'ni o'xshatish. To'rtinchisi mursal, bu o'z o'rnida ishlatilmagan bir so'z, ammo buning aloqasi mushabahadan boshqasi. Biz buni tuanda so'zlaymiz. Endi tanqasimul istiara, istiaraning ikki tarafi bor. O ikki tarafi e'tibori bo'yicha ikki qismga bo'linadi. Qaysi? Makniya, yana birisi tuanda so'zlaymiz. Makniya degan nima desanglar? Abdullah so'zlab ma'lum. Makniya degan nima desanglar? Ma hudifa fiha al-mushabbahun bih wa rumiza ilayhi bi shay'in min lawazimihi. Endi qarang, istiarada aslan bo'lmaydi, mushabbah so'zlanmaydi. Shundaq-ku. Biz baytdan masalan nima dedik? Kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nas minadh-dhulumati ilan-nur dedik. Bu kitobni biz sizga kishilarni qorong'ulikdan yo'riqlikka chiqarish uchun tushirdik dedik. Endi asli mau qorong'ulikqa o'xshaydigan kufrlikdan nurga o'xshaydigan iymonga chiqarish uchun desak, majumla mushabbihmi so'zlangan bo'ladi. Ammo biz bu yerda mushabbahqo so'zlanmaydi shunda, ammo nima so'zlandi? Mushabbahun bih so'zlandi. Endi mushuni nuqtada turib istiara ikki turga bo'linadi. Birinchisi makniya. Makniya degan nima desanglar?
Makniye deganimiz hatta mushabbahun bih mi sözlenmey ama şu mushabbihun bihqa alaqadar şununğa erişidigan, şunu lazım tutadigan bir narsa sözlenişi. Deydi o. Makniye deganimiz hiye ma huzife fiha'l mushabbahun bih ve rumize ileyhi bi şey'in min lawazimihi. O onunda mushabbahun bih taşlangını ve onunğa yani mushabbahun bihke o mushabbahun bihning lavazimlari degan gap shunga aloqador narsadan birisi belgi qilingan. Diqqat, mushabbahun bih so'zlanmaydi, ammo shu mushabbahun bihga aloqador bir narsa so'zlanib mushabbahun bihga belgi qilinadi. Alamat qilinadi. Masalan, waqfid lahuma janaha zulli minar rahma. Sen o ata-onangga xorliqning qanotini yay, tuvallad dedi. Qaranglar. Bu yerda bir ata-onaga xorulash, kamtarulashni nimaga o'xshatdi? Bir qushga o'xshatdi. Ondan qushga o'xshatib bo'lib, bu qushni tashlab etib, bu qushning lavozimi, qushga munosabatlik bo'lgan qanotni qilib qo'ydi. Asli janah degan qanot degan gap. Bu qanotga o'xshatmoqchi emas, qushga o'xshatmoqchi. Ondan keyin shu qanotini pastlagan qushga o'xshatmoqchi. Ammo mushabbahun bihni tashlab etib, shuning lavozimi, shuning aloqador bo'lgan qanotni qilib qo'ydi. Buni biz nima deymiz? İstiara makniye deymiz. Agar mushabbahun bih uchuq so'zlangan bo'lsa, bu makniye olmaydi. Masalan, bayatning oyatdagi o'xshash. Al ikkinchisi nima? Musarraha. Bu nima desam, mushabbahun bihning o'zi so'zlangani. O mushabbahun bih tashlanib, uningki lavozimi emas, shuning o'zi so'zlangani. Masalan, wa hiya ma surriha fiha bi lafzil mushabbahun bih. O uningda mushabbahun bihning labzininki o'zi qanday qilingani surriha uchuq oshkor so'zlangani. Mesela kitabun anzalnahu ileyke litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan-nur. O bayatnaqa misal şu. Qalan zulumat degan gap isti'aralangan so'zning o'zi shu, ammo biz buni tashlab o'tib, uning lavozimini so'zini o'qiq bu yerda. Shunga buning bo'ldi isti'ara musarraha bo'ldi. İkincisi hamda isti'ara ilinadigan labzi itibari bo'yicha ikki qismga bo'linadi. Birincisi tabiiyya. Tabiiyya degan nima desanglar? Tabiiyya deganimiz va hiya ma kana fiha al-lafz al-musta'ar fi'lan aw harfan aw isman mushtaqqan. Endi undan isti'ar elingan labzi fi'llab qolsa, harf bo'lib qolsa, ism mushtaqlab qolsa bu tabiiy bo'ladi. Masalan, rakiba fulanun katifay gharimihi. Falani qariz odamninki o'shnisiga minib oldi. Ma so'zda mecaz başında o mecazın türü olan isti'araba. O qaysi rakibe. Bir adam qarizlarning dumski minib olamda o'shnisiga, mo'risiga minib olamda, minib olmaydi demakchi uni ching tutib oldi. Pulimni va deb ching tutib oldi degan gap bo'ldi. Buning ma'nosi. Ammo bu yerdagi rakibadagi mindi degan gap isti'ara shaklida qanday qildi? Ishlatildi. Bu al-lafzul musta'ar degan gap isti'ara qilish uchun ishlatilgan bu lafz bu yerda fi'l madi. Demek fi'l madi bo'lib qolsa, nima bo'ladi? Tabiiyya bo'lib qoldi. Yoki harf bo'lib qolsa, masalan, "Va la usallibannakum fi juzu'in nakhla." Sizlarni xurmishiga qanday qilaman? Osiman. Asli fi'linki data ichida degan ma'nosi bor. Xurmishining ichiga os qilib bo'lamda? Yo'q. Buni alaman tarjima qilamiz. Demak, bu yerdagi fi degan harfmo isti'ara shaklda boshqa o'zining o'rinda bo'lmagan bir ma'noda qanday qilingan, qo'llangan deymiz. Ikkinchisi hamda asliya. İsti'ara asliye degan nima desanglar? Huwa ma kana fiha al-lafz al-musta'ar isman ghayr mushtaq. Endi o uningda isti'ara elangan labzi ghayr mushtaq bo'lgan ism. Mushtaq bo'lmagan ism. Haqiqiy odatdagi so'zliklar demakchi. Masalan, bayatniki ghayr mushtaq degan shunisi bor. Mushtaq deganimiz ism fa'il, ism maf'ul, ya'ni fi'ldan kelib chiqqan. Ghayr mushtaq deganimiz Ahmad, kitob, qalam deganga o'xshagan ismlarni ko'rsatadi. Jamid ismlarni. Masalan, kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan-nur desak, bu yerdagi zulumat, nur degan gapni biz isti'ara dedik. Isti'ara dedik. Endi bu mushtaqmi, g'ayr mushtaqmi? G'ayr mushtaq, chunki bu fi'ldan kelib chiqqan gap emas bu. Asli ism bu. Demak, isti'ara elingan labzi fi'l yoki harf yoki mushtaq ism bo'lib qolsa, buning bo'ladi isti'ara tabiiyya bo'ldi. Agar haqiqiy bir ism bo'lib qolsa, ya'ni g'ayr mushtaq bo'lsa, buning bo'ladi asliya bo'ladi. Unda bo'lsa, arkadaşlar,
bugungi majoz haqidagi darsimiz mushu yerda oxirlashdi. Inshaalloh kelarki soatlik darsimizda mursal haqida to'xtalamiz. Ya'ni majozningki bir turi olgan, majoz logoyining bir turi olgan mursal haqida to'xtalamiz. Darsni cho'ng jihatdan bir yig'inchoqlab olsam, majoz ikki turga bo'linadi. Majoz aqliy, ikkinchisi majoz lug'aviy, majoz lug'aviy 4 turga bo'linadi. Birinchisi qaysi? Mufrad, ikkinchisi murakkab, uchinchisi istiara, to'rtinchisi mursal. Biz birinchi, ikkinchi, uchinchisini o'qib bo'ldik, endi to'rtinchisiga keldik. To'rtinchisini kelarki soatlik darsimizda o'qiymiz. Unda o'z kelarki soatlik darsimizda ko'rishaylik. Assalomu alaykum. لو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت